Studio.uz studiyasiga tashrif buyuryaptilar. Hozir studiyaga tashrif buyuradilar va jonli efirda Yulduz Usmonova bilan intervyu qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Keling. Shinamgina. To'g'ri o'tirasiz. Xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Charchamayapsiz. Primo efir bo'ladi. o'zbekradio.com dan. Chatdagi savollarni o'qib eshittiriladi. Va dastur o'rtasida hamma sirlar oshkor etiladi. Bu dastur hozir shaxsan Yulduz Usmonovaga ham qiziq bo'lsa kerak-a? Sog'ingan qalblar manzili sog'inch sadosi o'zbekradio.com saytida radio show Kamina Amirxon bilan birga va uzoq kutilgan o'zbek estradasining primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova studiyamizga tashrif buyurdilar va bizga ajratilgan vaqt davomida qiziqarli suhbat bo'lib o'tadi. Va oldindan aytib o'tamiz, bu radio show. Va radio showda har qanday kutilmagan voqea bo'lishi mumkin. Radio show va shuni ham alohida etib o'tmoqchiman. Bu dastur shaxsan Yulduz Usmonovaning o'zlariga ham qiziq. Va Yulduz Usmonova bilan suhbatimizni boshlaymiz. Chat orqali xohlagan savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hammalarga assalomu alaykum der ekanmiz muxlislarga. Bugungi suhbatimiz sizlar bilan yaxshi bo'lsin deb niyat qilib qolamiz. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sizni umuman O'zbekiston juda ham yaxshi ko'radi va bu suhbatni kutganlar juda ham ko'p. Rahmat. Sizlarni Alloh joninglarni omonat qilsin. Sizlar borsizlar, biz san'atkorlar yashayapmiz. Demakki, hammalarni mana shu 2014-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog'inch sadosi radiosini umuman eshitganmisiz? Adashmasam bu radioga ko'p bora intervyu bergansiz. Ha, eshitganmiz. Hamma haligi press konferensiyalarda haligi anaqalarni ko'rganman, eshitganman. Bilaman endi. Umuman muxlislarni biror bir savoli sizni ranjitganmi va har qanday savolga javob berasizmi? Ranjitgan deb ayta olmayman, chunki xalq bo'lgandan keyin har qanday savolni berishi mumkin. Biz unisini ayta olmayman, bunisini yashiraman deyishga meni haqqim yo'q. Biz san'atkormiz chunki. Biroz ovozingiz pastroq eshitilyapti va balandroq gapirishingizni iltimos qilishyapti. Azizlar, Sog'inch sadosi o'zbekradio.com saytida Yulduz Usmonova bilan radio show va dasturimiz yakunida umuman kutilmagan sizga bir yangilik bo'ladi. Bu sizni hayratlantirishiga ishonamiz. Internetda o'tirasizmi umuman? Internetga qanday bir baho berasiz? Internetda bormisiz? Internet saytlariga men ko'p kirmayman, vaqt yo'q. Chunki agar internetlarga o'ralashib qolsang, repetitsiyaga vaqt qolmay qoladi. Shuning uchun yo'q. Ora-chorada birov haliga nazar tushib qolmasa, atak internet saytlarida o'tirmayman. Aha. Demak, internetdan hech qanday foyda yo'q. Yo'q, foyda bor. Olish kerak. Internetni faqat o'zi uchun bir yaxshilik uchun ishlatish kerak. Ayniqsa hozirgi kunda yoshlar hammasi internet bozim qilyapti, u yerda hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun internetga unchalik qiziqish yo'q. Ana nevarachalar kirmasa, biz kirmaymiz. Mikrofonga yaqinroq gapirishingizni iltimos qilishyapti, biroz pastroq ekan. Hamma bergan savolni beraman. Yulduz Usmonova nima uchun qaramaydi? Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, san'atkor xalqi sal nima deydi? Men qanaqa tushuntirsam ekan? Haligi inson 80 ga kirgan bir kampirlarni ko'rsalaring ham bir yoshda 50-60 day bo'ladi. Nima uchun degan savollarga men javob berishim mumkin. Chunki gryaz yo'qda, men bir qalbda
tozalik bo'lsa, men o'ylaymanki inson qarimaydi. Yulduz Usmonov 90 ga kirganda ham 60 ga kirganda bo'lib yuraveradi. Aha, yangi albomingizni yaqinda omma e'tiboriga havola etdingiz va bu albom qanchalik ommalashdi, nima deb o'ylaysiz? Va umuman kutilgan natija bo'ldimi? Albom haqida gapiradigan bo'lsak, albomda ustida bitta men emas, yuzlab odam desa ham bo'ladi, ishladi. Mana muxlislar ishladi, muxlislarda harakati bo'ldi. Shuncha kompozitorlar ishladi, boshqa bo'ldi. Endi xalqqa menimcha yoqyapti, chunki haligi svetoforda sal mashina to'xtab qolsang ham ani oq qayinda eshitishyapti. Baribir o'zbekchilikni sog'inganda xalqimiz dapur-dupur qumbira qars to'y bo'lib qo'shiqlar ham o'zini yo'liga, lekin oq qayin, seni deyman jonim degan qo'shiqlar menimcha ko'proq eshitib qolyapmiz erta-betda. Azizlar, Sog'inch sadosi o'zbekradio.com saytida radio show va bugungi studiyamiz mehmoni Yulduzxonim Usmonova, yana bir karra xush kelibsiz deb qolamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Keling, hozir dasturimizni biror bir taronangiz bilan davomlagan bo'lardik. Qaysi taronangizni eshitamiz? Endi xalq o'zi nimani kutyapti, nimani eshitgisi kelyapti, o'shani qo'yib beraveringlar. Azizlar, qaysi qo'shiqni eshitgingiz kelyapti? Yulduzxonim Usmonova hamisha muxlislarni sevib kelgan va hozir ham mana shu narsa davom etilyapti. Yor-yorni, mana shunday qo'shig'ingizni eshitamizmi? Mayli, eshitamiz. Yor-yor ham ko'p-u, qaysi biri? Qaysi biri? Qaysi biri? Devonalar. Keling, mana shu qo'shiq ham umuman O'zbekistonda Sog'inch sadosi radiosida deyarli juda ham hit taronalardan biri. Sog'inch sadosi radiosida Devonalar taronasini tinglashni taklif etgan bo'lardik. Tinglang va zavqlaning. Studiyamiz mehmoni Yulduzxonim Usmonova. Yeyaptimi yo yemayaptimi? Qoyillik. Ha? Xalq to'g'ri va yaxshi va aniq qabul qilyapti-da, o'ylang. Yo'q, ey. Hech qanaqa. Men o'yladimcha hozir chatda уже mana opib tashlashadi. Men ham shuni o'ylab kelyotdim. Hozir ovoz baribir anaqa qilsak, haqiqiy muxlis baribir taniydi-yu. Jahl chiqyaptimi? Masalan, men hozir ani kessin. Ko'rmasam turib ham ani anaqa qilib olaman-da. bilib olasiz. Bilib olaman anaqasini. Bor chiqiycha qilib. Sog'ingan qalblar manzili Sog'inch sadosi o'zbekradio.com saytida Yulduz Usmonova bilan radio show va yana bir karra xush kelibsiz deymiz. Rahmat. Bilasizmi, umuman ijodingizga, umuman ijodkorga deylik, har xil fikr bildirishadi. Xoh u tanqidiy bo'lsin, xoh samimiy tanqid bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam odilona fikr bo'lishi mumkin. Bunga qanday baho berasiz? Umuman odamlar fikriga qanday baho berasiz? Bitta narsani aytaymi? Men mana shu san'atga 30 yil bo'ldi-da, kelib ijod qilayotganimga. Lekin bitta narsani aytaman. Biz san'atkorlar mashaqchimiz, lekin biz mana shu yerda turib aytishim mumkin. Bemalol kim aytsa aytaversin, men aytaman. Bitta narsani. Biz xalqdan xafa bo'lishga haqqimiz yo'q. Chunki xalq bizni yaxshi ko'rsa ham, yomon ko'rsa ham biz xizmatkormiz. Tarixga nazar solsanglar, bilasizlar, haligi mashaqchilar davrida 19-asrda oxiri 20-asrlarda boshlarida shunaqa narsa bo'lgan ekanki, madrasada oddiy xalqdan ham orqada o'tirgan ekan mashaqchilar. Biz mashaqchimizda, bunday qilib qilsak, devona xalq hisoblanamiz. Tentak odam yo san'atkor xalq hech qachon 100 bo'lmaydi. Yo 101 bo'ladi, yo 99 bo'ladi. Agar 100 bo'lib qolsa, prokuror bo'lish kerak, advokat bo'lish kerak. O'shaning uchun yo gapni gapirish yaxshi, lekin bitta narsasini yaxshi his qilish kerak. Xalqdan xafa bo'lishga haqqimiz yo'q. Kerakli san'atkorni xalq boqib oladi. Shuning uchun xalq xohlagan narsasini so'rashi mumkin. Bugungi ijodkorlarga, yosh xonandalarga qanday fikr bildirgan bo'lardingiz? Professional ijodkor sifatida. Bugungi yoshlarga gapiradigan gap bo'lsa, men hozir biror narsa aytishga ham qo'rqib qoldi hozir. Hozir unda bir narsa qilib qo'ysang, bir narsa qilib qo'ydi, 10 ta gap taxlab chiroyli qilib yetkazib berishyapti. Shuning uchun hammasiga omad tilayman. Faqat vijdonan ishlasin, borini berib, yuragini berib ishlasa, hammasiga omad tilayman. O'zbekiston san'ati yuksakka ko'tarilsa, biz xursandmiz. Shu.
Bilasizmi, mashhur xonandalarning qandaydir taqlidchilari, parodistlari bo'ladi. Sizni ham nima deydi? Sizga taqlid qiladiganlar ham yetarlicha, parodiyachilar. Bularga qanday fikr bildirasiz? Hozir oxirgi paytda faqat shunaqa savollar bilan chegaralanib qolyapti-da odamlar. Parodistlar yaxshi. Birinchi bo'lib haligi Shuhrat Nuraliyev bor edi. Haligi Shuhrat Nuraliyev chiqdi. Birinchi bo'lib haligi qo'lini ko'tarib chiqqanda, hali bu sohada parodistlar yo'q edi. Lekin undan keyin mana haligi bitta bola chiqdi. Undan keyin yana bir haligi sayyotda anaqasida bir kichkina bolani ko'rdik, keyin yana govdali bir bolani ko'rdik. Yurishibdi mayli. Men bitta narsani aytaman. Men xalqqa o'zimning fikrimni aytay. Azaldan parodiya san'ati bu juda ham og'ir. Uning uchun bashara universal bo'lish kerak edi. Bitta san'atkorda rolini o'ynash uchun 15-20 minut o'sha to'yda bo'ladimi, konsertda bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham 15 minut qilib berish uchun birinchidan duh kerak. Ikkinchidan o'sha insonni obraziga kirib, uni hayoti bilan yashash kerak o'sha sahnada. Men yomon qaramayman. Demakki, ramkasdan chiqmasdan, o'zini bilib, jahalik bosar tusanni bilmay yana voydat qo'rib, ertaga yirtiq kalishni sudrab yurmasa bo'ldi. Shu. Javob uchun rahmat va muxlislaringizdan biri so'rabdi. 1987-yilda paydo bo'lgan albomingizni qayerdan topsa bo'ladi deyishibdi. 87-yil hozir hamma nostalgiyani qidiryapti. Hozir yangi albomlar ham orqada qolib nostalgiyaga hamma yopishyapti. Sababi sog'indi xalq. Bugungi kunda eshitadigan qo'shiqni o'zi qolmadi. Unda atrofga qarasak, o'zimiz ham qarsak cholib faqat haligi bo'lar bo'lmas qo'shiqlarni gullatyapmiz-da. Unda olib qaraydigan bo'lsak, internetga yoqsang faqat seni sevdim, o'ldim, cho'qinyapman, bir narsa qilyapman degan qo'shiqlardan ketyapti. Lekin eshitadigan qo'shiq yo'q. O'sha paytda hamrozlar bo'lardi, eslanglar. Tojikcha chemishotlar bo'lardi. Qo'shiqlarni sog'in. Demak, bu qo'shiqni mana NBKni mana shu studiyasidan olishinglar mumkin, chatidan olishinglar mumkin. Ja bo'lmasa ana gullatib fan klub ishlayapti-yu, olib beradi fan klub. Mana shu fan klubga qanaqa baho berasiz? Fan klublar bilasizmi, fanatizm degan kasallik bor-da va qanaqadir o'zlarini to'g'ri tutish bilishmaydi. Sizni fan klubingizga qanaqa fikr bildirasiz? O'zingiz fan klubingizda bor, adashmasam. Fan klub haqida gapirsam-chi? Muxlis. Men ularni bir narsa deb dilni og'ritishni yomon ko'raman. Bu bir hamma ham muxlis bo'lishi mumkin. 60 ga kirgan ham muxlis, 7 ga kirgan ham muxlisda. Lekin muxlis bo'lib ishlashni bilish kerak. Haligi atga borib, to'rtta bo'lib, o'zga kurib bo'lib, bazm qilib, yo bo'lsa balki borib bitta tadbir qilib, unaqa narsa emas. Ishlash kerak. Nima uchun fan klub? Fan klub deganda azaldan fan klub ishlash. Bu muxlislarga chekka qishloqlarda yetishmagan insonlar ko'p. Masalan, Yulduzda ashulasi har kuni chiqayotgani yo'q. Albom qilib chiqilgandan keyin bu qishloqlarda bir chetlarga, Boysun tomonlarga ikki dunyo bir bo'lsa hali yetib borgani yo'q. Fan klub nima uchun? Meni quruq haligi quchoqlab, "Opa, keling, siz bilan rasmga tushaylik. Opa, sizni yaxshi ko'ramiz, undaqa qilamiz" deb haligi qilgandan emas. Fan klub mehnat qilish kerak. Bu katta bir anaga jarayon. Gapirsa gap ko'p. Endi to'g'ri xulosa chiqarib, haligi chorshanba, payshanba ko'zim bu yoqda bo'lib video roliklar ishlagandan ko'ra mana shunaqa rasmlarni, videolarni, haligi kliplarni, qo'shiqlarni, albomlarni tarqatishni bilish kerak. Radio show azizlar, Sog'inch sadosi o'zbek radio.com saytida. Va bu dastur haqiqatan ham umuman kutilmagan radio show bo'ldi desam, yanglishmagan bo'laman. Dastur boshidan beri radio show deb kelyapman va nima uchun bunday deyotganimni balki kimlardir anglagandir. Yulduz Usmonova Sog'inch sadosi o'zbek radio.com saytida ajoyib bir intervyu bo'ldi, lekin Sharmanda. Nima deymiz endi? Azizlar, agarda dastur boshidan beri anglab yetayotgan bo'lsangiz, bu intervyuni, bannerni ko'rgan bo'lsangiz, unda bir chiroyli bir tushunchalar berilgan edi. Va dastur boshida hattoki bu dastur Yulduz Usmonovaning shaxsan o'zlariga ham qiziq bo'lyapti deb men bejizga aytganim yo'q. Bu radio show edi va biz bugun bizga ajratilgan vaqt davomida Yulduz Usmonova
bilan emas, balki Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlisi, Yulduz Usmonovaning parodiyachisi va ko'plab san'atkorlar, muxlislar tan bergan ajoyib ijodkor Rustam bilan suhbatlashdik. Dastur. Rahmat. Ana haqiqiy muxlislar shu yerdan bilinish kerak edi. Mana shuncha gapiryapmiz boydan beri hali bitta muxlis bildik biz deb haliga yozgani yo'q. Dastur boshidan beri hali hech kim bilgani yo'q Yulduz Usmonova bilan emasligini. Azizlar, bu lag'mon ham emas edi, bu yolg'on ham emas edi. Agarda bannerda, umuman reklamalarda e'tibor bergan bo'lsangiz, Yulduz Usmonova bilan intervyu bo'lib o'tadi, lekin Yulduz Usmonovaga ham qiziq bo'lyapti deganman. Va bannerda agar ko'rgan bo'lsangiz, banner ko'rdingiz siz. Ikkita Yulduz Usmonovani qo'yilgan, birida biroz soyaroq, falshivkasi, birida bo'lsa tinig'i. Tinig'i bilan emas, balki falshivisi bilan suhbat bo'ladi degan edim. Lekin hech kim anglab yetgani yo'q. Bunga qoyilmisiz? O'zingiz iqtidorli deb bilasizmi bunda? To'g'risi birinchi kelayotganda juda ham hayajonlandim. Bu haliga bunaqa qanaqa shou bo'ladi, qanaqa narsa bo'ladi deb rosa hayajonda bo'ldik, to'g'risi-da. Lekin haqiqatdan nima deydi? Muxlislar shunchalik yaxshi ko'rib boshqa qilgandan balki bilmay qolgandi. Hozir Yulduz opa deymi yoki Rustam aka, ammo xullas kalom, bilasizmi, hozir o'ylashyaptiki, men boya Yulduz opa bilan suhbatlashib, endi boshqa odamni o'rtaga olib kelayotgandek. Keling, bir o'rtasida bitta Yulduz opani ovozlarida, bitta o'zingiz ovozingizda bir nimadir deb yorsangiz. Muxlislaringizni yaxshi ko'rishingiz haqida. Boshidagi gapimizni aytamizda. Assalomu alaykum azizlarim, mehribonlarim, o'lmasdan, qataringlardan xato bo'lmasdan. Yana bir bor mana shunaqa ochiq yuz bilan mana shunaqa radio shoularda ko'rishib o'tirgan ekanmiz. Bunga shukrlarda aytib, tasallarda aytib tugatib bo'lmaydi. O'shaning uchun hammalaringlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. 2014 hammanglarga omadlik kelib, ot yilida otdek ishni yuringlar, sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Azizlar, bu radio show edi va suhbat Yulduzxonim Usmonova bilan ham emas, balki ularning haqiqatan ham iqtidorli, iste'dodli taqlidchilari, zamonaviy til bilan aytganda parodiyachilari Rustam bilan ajoyib bir intervyu bo'ldi va bizning yutug'imiz dastur boshidan beri hali hech kim anglab yetgani yo'q. Bu esa menimcha haqiqiy bir e'tirofga loyiq ish bo'lsa kerak. Bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir butun Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlislari, hattoki adashmasam o'zlari ham bizni tinglayaptilar. Umuman Yulduz opaga qanday fikrdasiz? Ijodlarini menimcha juda ham yaxshi bilasiz va savollarda tanqidiy, provokatsion savollarga javob berilmadi. Bo'lgan savollarni berdim. Bu savollarga, hozir siz aytgan savollarga hammasiga Yulduz opa javob bergandilar va o'sha javoblarni siz hozir aytdingiz. Aytilgan javoblar. Birinchi navbatda mana shu O'zbekistonimizda, boshqa mamlakatlarda ishlayotgan, yashayotgan, o'qiyotgan hamma menga o'xshagan, yaxshi ko'rib eshitadigan barcha muxlislarga men sizlarni tabriklayman. Birinchi navbatda yangi yil bilan o'tib ketgan bo'lsa ham. Kelayotgan 2014-yil hammamizga omadli kelsin. Bildik, mana shuncha savollar kelyapti, men o'qiyman. Men hozir bu yerda o'tirib, to'g'risi o'zimni vijdonim bir ishlab ketib qoldi-da. Agar hozir Yulduz Usmonovani o'zi bo'lganda, opamizni o'zi bo'lganda qanaqa savollarga javob berardi? Endi harakat qildim, imkon qadar shou bo'lgandan keyin xalqqa qanaqa qilishga, o'zimning fikrim bilan yetkazib berishga. Barcha qoyil qolyapti. Hamma hozir shokda. Ahmoq qilibsizlar deyishyapti. Lag'mon osibsizlar. Azizlar, bu radio show edi va hamisha san'atkorlarning o'zlari bilan suhbatlashamiz. Qoyil, vijdonsizlar ham deb tosh otib tashlashyapti. Bilasizmi? Yulduz Usmonovani o'zlari ko'p bora Sog'inch sadosida intervyu berganlar va biz bu safar radio show qilishga harakat qildik va menimcha buning uddasidan chiqdik. Radio show haqiqiy radio showga aylandi. Bundan ham yuqori chiqdi mana. Xafa qildinglar deyapti. Yo'q. Bundan faqat yuzingizga tabassum, ko'zingizga quvonch yugurish kerak. Chunki siz bizga ishondingiz va haqiqiy radio show amalga oshirildi. Shu o'rinda Amirxon bitta men o'zim gapim bo'lsin mana shu yerda. Birinchi navbatda ustoz san'atkorlar
deyarli kam qoldi. Shulardan bittasi O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova. Buni bolalikdan eshitib katta bo'lganmiz. Shuning uchun balki o'zimni aytish mumkin, kimdir aytishi mumkin, siz taqlid qilasiz. Shuning uchun sizda anaqasi bo'lishi mumkin, deyish mumkin. Yo'q, men 94-yillarda 5 yosh bola bo'lgan ekanman. O'shanda Yulduz Usmonova televizorda chiqqanda o'shanda yaxshi ko'rib qolganman. Uni dardini, ayolli dardini, o'zini ichidan kechgan kechimalarni biz qatdan bilardik 5 yoshli bola. Bu ham bir o'zimdagi qanaqadir xarakterni ko'rgandirmanki, opaga bir yoqib shu qo'shiqlarni eshitib katta bo'lganmiz. Shuning uchun mana shu fursatdan foydalanib, mana shu xalqimiz erkak qizi, O'zbekiston xalq artisti Yulduzxon Usmonova buyuk xizmatlar uchun orden sohibasini men o'tgan yubiley 50 yoshlari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim xalqimizga kerakli san'atkor hech qachon oramizdan ketmasinlar, har doim biz bilan birga bo'lsinlar. Biz har doim siz bilan birgamiz, ustoz. Sizni yaxshi ko'ramiz, sizni doim yoningizdamiz. Xullas, yoningdaman degan qo'shig'ingiz o'zingizga qaytarib, mana yoningdaman deb aytganmiz. Bilasizmi, hozir bir narsa aytishyapti menga. Yo'q, siz aldayapsiz, bu Yulduz Usmonova deyishyapti. Hattoki hozir ham Voy. yolg'on, bu yulduzlar o'zlari-ku deyishyapti. Bu menimcha bizning yutug'imiz bo'lsa kerak. Hattoki ba'zilar bo'lsa, bundan oldingi san'atkorlar ham yolg'on bo'lgan deyishyapti. Azizlar, mbkstudio.uz saytida va YouTube, MyTube, Mover kanallarida aynan mana shu hozirgacha bo'lgan intervyularni Yulduz Usmonova bilan, kuni kecha Halima Ibragimova bilan, Comedy.uz rezidentlari bilan, bundan keyin hali yana intervyular bo'ladi. Hammasini hozirgi intervyugacha MBK studiosida video variantda tomosha qilasiz. Hattoki hozir Yulduz Usmonova bo'lib tashrif buyurgan taqlidchi Rustam hattoki shu yerga ham grimda kelganlar. Bizni xalqimiz hali parodiya san'atini tushunishga deyarli hali u darajada qabul qilishga erishmadik. Biz xalqqa tushuntirib bera olmayapmiz. Balki bir xil joylarda 100% xalq bo'lsa, shuni 80% meni san'atimni yaxshi ko'rib, hurmat qilib, meni bir haligi anaqa qilsa, 20% mendan nafratlanadi. Mayli, nafratlansin, boshqa qilsin. Zato men o'zimni kasbim men 3 yil o'qidim mana shu soha bo'yicha, aktyorskiy masterstvo bo'yicha. Men shunchaki bu sohani tashlab ketish niyatim yo'q. Xudoga shukr, ko'chada grajdanskiy kiyimda normalniy odammiz, hayotda normalniy insonmiz. Lekin sahnaga chiqqanda, boshqa qilganda men o'sha obrazni yaratib berishim kerak. Yulduz opamning bitta gapi bor. Bolam, san'at bu bezgranitsa, chegarasiz san'at. Sen o'sha qilayotgan mehnatingni maromiga yetkazib qilib beryapsanmi? Demak, sen san'atkorsan. San'atkorda erkak, ayol degan narsa yo'q. U universal bo'ladi, hamma narsa ichida bo'ladi deb o'zlari shu narsani aytganlar. Undan keyin bu to'yga chiqish, boshqa qilish, bu men to'yga chiqaman deb hech qachon o'ylamagandim. Umuman sahnaga chiqib Yulduz Usmonovani oldida qilib beraman deb ham o'ylamagan edim. Xalq o'zi boqyapti-da shu narsani, tushunasizlar, xalq o'ziga anaqa qilyapti. Men endi bir tomondan balki ko'pchilik aytishi mumkin, erkakning ishi emas, boshqani ishi emas deyish mumkin. Mayli, kim nima deb gapirsang, o'shalarning gapi ham bizga raskachka beradi, kuch beradi, mayli, drive beradi. Lekin o'sha to'yga chiqib, misol uchun chiqqanda, to'yxonaga kirib kelganda, men bitta narsani his qilaman. Men hozir 15 daqiqa Yulduz Usmonovaman. Shunaqa holatlar bo'ladi. Mana o'zimiz bolalar turibdi, mana kollektivdagi bolalar ham o'zimiz ko'rib guvohi bo'lganmiz. Nechta odam kelib rasmga tushib olaylik. Voy opajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Men bu she'rlar nahotki deyman, xalq shunchalik darajada ajrata olmasa degan fikrlarni anaqa qilyapman-da. Chunki xalq o'zi anaqa. Yulduz Usmonovani hamma yaxshi ko'radi, hamma to'yga yetkisi keladi. Masalan, men ham to'yimga yetkim keladi, misol uchun, boshqalar ham yetkisi keladi. Lekin jonli ijro doim qimmat yuradi. Yulduz Usmonovaga hammani ham qurbi yetmasligi mumkin. Paddelkasi bo'lsa ham endi o'sha azartni berib, o'sha kayfiyatni bersa, men o'ylaymanki, shuning uchun ham men даже o'zim eshitdim, yaqinda to'yga borganimizda chiqib kelayotganimizda eshitdinglar. Palonchi otini aytmayman, bitta san'atkorni chaqiraylik desa, endi ko'zga ko'ringan normalniy san'atkor, uni boshingga urasan, mana Yulduzlarning shogirdi bor ekan, kichkina, o'shani chaqiramiz, yedirib ketyapti ekan degan savol gaplari ham eshitib qolib, ba'zida xursand bo'lamiz. Ba'zida har xil gap so'zlar ham bo'ladi. Endi unaqalar bo'lish kerak ham-da. Hamma meni yaxshi ko'rish shart emas. Albatta. Bilasizmi? Sizni iqtidoringizga, ijodingizga, iste'dodingizga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Hozirgacha menimcha
hamma muxlislar, hattoki radio ijodkorlari hamma bu suhbatga ishondi. Haqiqatan ham Yulduz Usmonova bilan intervyu bo'lyapti deb ishonishdi. Hattoki hozirgacha o'zlariga kelisha olmayapti. Chatdagi gullarni o'zingiz ham tomosha qilyapsiz, azizlar. Bu radio show edi. Yulduzxonim Usmonova bilan birga Qoyil deyapti hammasi. qoyil deyishyapti. Haqiqatan ham qoyil qolishga sazovor. To'g'risi, Yulduz Usmonova bilan ham adashmasam 1-2 marta gaplashganman, lekin bu darajada hayajonlamagandim. Lekin siz bilan suhbatlashib, ochig'i juda ham hayajonlandim va bunaqasi hali bo'lmagan. Azizlar, Sog'inch sadosi o'zbekradio.com saytida 2 yillik tug'ilgan kun munosabati bilan radio show uyushtirdik va bu radio show umuman boshqalardan farq qilishi nisbatan farq qiladi degan rejada Yulduzxonim Usmonovani emas, balki ularning ajoyib iqtidorli taqlidchilari Rustam akani taklif qildik. Yana bir karra xush kelibsiz deymiz va tashrif uchun o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oxirgi so'zni aytish kerak. Oxirgi so'z Yulduz Usmonova bo'lib. Bir shingil o'zim ham fikrimni aytay, keyin opa bo'lib, mayli oxirida xayrlashib beraman Yulduz opa. Mayli. Birinchi navbatda mana shu shou o'tkazganinglar o'zi bir boshqacha, neobычный narsa bo'ldi. Shuning uchun hammanglarga tashakkur etamiz. Shu o'rinda men bitta narsani aytmoqchiman. Ilohim ustozimizni umrlari uzoq bo'lsin. Har doim xalq yonida. Yulduz opamni men san'atkor deb bilmayman. San'atkor emas Yulduz opa. Madaniyat xodimi ham emas. U xalq kuychisi. Xalq dardi bilan yonadigan san'atkor. Ilohim xalq dardi bilan bir umr yonib, oxirgi qadamda ham xalq birga olib qo'yaylik. Pensiyaga chiqqanda ham chiroyli qilib kuzatib, ilohim xizmatida bo'laylik, ilohimda. Shu o'rinda ilohim qizlari Nilufar opam ham sog' bo'lsinlar. Atrofidagi hamma bizani hamkasblar deymiz, hamkasblarimiz sog' bo'lishsin. Chunki jonli ijroni Yulduz Usmonova qilaman deguncha nechta odam ter to'kkan bo'lsa, hamma ter to'kkanlarga mana shu mikrofon orqasidan men rahmat etib qolaman. Va meni ham san'atimni to'g'ri qabul qilinglar. Men shunchaki bu kimdir ustidan kulish emas, kimdir ustidan anaqa qilib chiqish emas. Bu yerda kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin. Paradislar ko'p. O'zi nomi chiqqan 4 ta paradis bor ekan. Bittasi Shuhrat Nuraliyev, bittasi Bobur, bittasi Sherzodbek, 4-inchisi men ekanman. Eng kenjatoyim men ekanda. Bundoq qaraydigan bo'lsak, Shuhrat Nuraliyev aktyor, u kuldiradi sahnaga chiqib. Ular ham kuldiradi qolganlari. Lekin men Yulduz opa har bitta qo'shig'ini dard bilan ichidan yozib chiqib, xalqqa yetkazib berish uchun harakat qilib, chiroyli professional darajada yetkazib bersa, men uni tagidagi ko'prikcha vazifasida bo'lib, uni shogirdi sifatida, bir o'quvchisi bolasi sifatida men ham xalqqa yetkazib beryapman. Men kuldirish uchun sahnaga chiqmayman. Qo'shiq dardi bilan yonaman. Yulduzi dardi bilan yonaman. Demakki, men shu san'atim orqali men pul topib, obro' topib yotganim yo'q. Men qiziqib xalqqa yaqin bo'lish uchun chiqdim. Demakki, xalq meni san'atimni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri qarsak chalishsa, men bundan faqat va faqat xursand bo'laman. Mayli g'iybat qilishsin, agar shu bilan kayf qilishsa, shu bilan qorni to'y qazim qilsa, mayli, pajalisti, unga ham anaqa qilishsin. Ilohim doimo Yulduz Usmonova doim yonimizda bo'lsin. Biz hamisha xizmatida bo'laylik. Hamma tinglovchilar sizga gul taqdim etishyapti, azizlar. Sog'inch sadosida radio showni tingladingiz va bu narsaga menimcha hamma qoyil qolyapti. Haqiqatan ham o'z oldimga shaxsan men radio show Kamina Amirxon bilan deb nom qo'yib olgandan keyin haqiqatan ham show qilishga niyat qilgan edim va buning uddasidan chiqdim. Sizga rahmat. Ana endi opa bo'lib, Yulduz Usmonova bo'lib, muxlislar bilan xayrlashasiz. Azizlarim, mehribonlarim, yanaga dasturlarda ilohim sog'lik bilan omonlik qatorimizda xato bo'lmasin. Eng muhimi, yaxshidir, yomondir, Alloh kimga nasib qilgan bo'lsa, bugun sizlar bilan yuz ko'rishib o'tiribmiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz juda bir chiroyli bo'ldi. Men o'ylaymanki, sizlar bilan ilohim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Joninglar sog' bo'lsin. Men sizlarni hamisha yaxshi ko'rib qolaman. Qatta bo'lmang, qaycha joyda qo'shiq kuylamang, sizlar mening qalbimdasizlar. Yag'ri chiqqan o'zbegim, yag'ri chiqqan do'ppi kiygan o'zbegim ham mening o'zbegim. Men ham sizlarda bir farzandinglarman. Ilohim sog' bo'lib, devona xalq kim desa, indamay yulduzni ko'rsataveringlar. O'sha devona yulduz men bo'lay. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni o'pib qolaman. Joninglar omon bo'lsin. Rahmat. Radio showda Yulduzxonim Usmonova bilan jonli efir bo'ldi. Hamma qoyil qolyapti. Radio show azizlar, Sog'inch sadosi 2 yilligi bilan va dasturlarimiz davom etadi. Sog'inch sadosidan uzoqlashmang. Hali qiziqarli efirlarimiz oldinda. Bizni tinglashni davom eting. Hali suhbatlarimiz oldinda. Ko'rishguncha, xayr.
Va unutmang, ko'zdan yiroq bo'lsak ham qalban juda yaqinmiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Nimalar olishyapti? Gul berishyapti, hamma gul beryapti. Hamma shokda, ana o'y kulib yotibdi, dumalar. Bu esdan chiqmaydi hech qachon. Bu berishyapti. Zo'r deyishyapti. Amtani qalamsizlar bizniki. Qalamsizlar to'g'ri bizniki, точно bizniki deydi. G'urbatlar komandasi. Jodugar, ani ajdarho ham shu yerda tashagan. Voy, o vashi. Panku boshida. Panku ushlashni shu yerda. Qoyil, aldadi ham deyapti. Bo'ldi. Ana, sizlar. Rahmat sizga. Mana ishlayapsiz. Chiqib ketishingizni ham opamam chiqib keting, tamom. To'ylarimiz yo'qmi? Yana birovlar yo'qmi? Soat necha bo'ldi? Anaqaga ham boraveramiz, patnis taqillatishga. Как раз kuyovlar o'chadi. Perchatkalarni kiyib olay. Yoningdaman. Men kutgan narsa bo'ldi. Zo'r narsa bo'ldi. Bu hali bu intervyu hali internetlarda hamma joyda qo'l telefonlarga chiqib ketadi, ko'rasiz. Chiqarib to'ch.